Yo'q, bu to'yga boqayotgandim. Boqayotganingiz? Boqayotgandim. Qisqa bo'lmayapti, sotib beraman endi. Qisqa sotib berasiz. Qisqa bo'lmayapti, sotib beryapman. Ha. Topilib qolsa shu. Qo'y topilaveradi, qisqa Qo'y topilaveradi. Qo'y fermalarga kelib xudo qolsa bir chiroyli bir ma'noli video syomka ketaylik, xudo qolsa. Quloqlari 20 piluslari bor ichida. Arashandi. Toza arashan. 75. 75. Yuzlari ham oq yuzlardan xoqilsa. Dastavkasini qilib yetkazib beraman, ichida lichinasini ham qilib beraman. Baragasini bersin akalar. Bitta ikkala vodiy bo'ylab 5 tadan oshiq olsin Toshkentgacha. 10 ta olsin Samarqandgacha ketaveradi. Bunisi toza 80. Buni 80 pilus ekan. Xohlasa, ekan. Bularni kelajagini hozir bundan keyin partiyaga qo'yamiz. Bundan keyingilarga chiqarib boramiz akalar. Hurmatli obunachilar, mana sizlarga 150 bosh qo'y turadigan qo'y fermaga yetib kelganmiz akalar. Sizlarga bugun Qirg'izistonda arashalar hamda o'zimizda Hisor qo'chqorlarda zo'rlarni qo'yib beramiz. Assalomu alaykum O'zbekim Chorvasi YouTube kanali obunachilari. Bizni muntazam ravishda kuzatib boruvchi obunachilar. Xudo xolasa akalar, bugungi sanamiz 2-iyun 2026-yil hafta kuniga akalar, bugun xudo xolasa payshanba. Biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'ida Zoirbek akamizni qo'y fermalariga kelib, xudo xolasa bir chiroyli bir ma'noli video syomka ketaylik. Xudo xolasa ekran qarshisiga yaxshilab o'tiribdan like tugmachasini bosib qo'yasizlar. Sizlarga bugun akalar arashanda narxlarini chiroyli qilib, ma'noli qilib qo'yib beramiz xudo xolasa. To'liq ma'lumotlarni Zoirbek akamiz o'zi beramiz. Zoirbek aka, maza yaxshimi? Assalomu alaykum. Ahvollar qalay aka? O'zbekim Chorvasi kanalining obunachilari. Zo'r, kayfiyatlari ham zo'r. Hammasi yaxshi, xudo xolasa. Narxlari ham zo'r bo'ladi. Bugun obunachilar ham kayfiyat ko'tariladi. Bozorda yo'q narx qo'yib berasiz aka. Hech kimda yo'qini qo'yib berasiz, xudo xolasa. Quloqlari 20 piluslari bor ichida. Arashandi. Toza arashan. Gap yo'q. Mana hurmatli obunachilar, sizlarga aytayotgan arashan qo'zlarimiz endi zo'rlari chiqadi aka. Bugun qanaqalardan chiqaramiz aka? Bugun arashanlar chiqadi, katta, yirik qo'chqorlar chiqadi. Ha, to'y bob, akalar, marosim bob, xudo xolasa qo'ylar ham chiqadi. Videoda oxirigacha kuzatib turasizlar. Endi Zoirbek aka, birinchi partiyamiz soni nechta aka? Soni 20 bosh. 20 bosh. Hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor. Gap yo'q. Yoshlarga qancha beramiz aka bularni? 6 oylikdan o'tgan, 7 oylik atrofida. Ha, 6 oylikdan o'tgan, ya'ni 1 yoshlardan o'tgan qo'chqorlar. O'tgan. Endi bilasizlar hurmatli obunachilar, 6 oylikda qo'ylar 1 yoshar bo'ladi, xudo xolasa. Lekin bularda tavsiya qilamiz endi yemini yeb turgan aka bular. Yengil yemini yeb turgan. Ozginadan 2 grammdan berishaveradi yana. Uylariga borgandan keyin 2 grammdan yemini berishaveradi, xotirjam. Gap yo'q aka, mana sizlarga tavsiya qilib beramiz, xudo xolasa. Soni 20 bosh, hammasi qo'chqor variant. Aka, shuni so'lg'lab bormi yo'qmi aka? Yo'q, buni sog'liqlari yo'q. Tugab qoldimi? Tugab qoldi. Ammo lekin shuni sog'liqlari aka tillaga teng bo'ladi haqiqatdan. Tavsiya qilib beramiz, xudo xolasa. Eng qizig'i quloqlari ham joylashuvlariga ahamiyat berasizlar. Oq yuzli akalar, xudo xolasa, toniga e'tibor beringlar. Buni toni akalar, bilasizlar, Qirg'izistonda arashan qo'zlarning toni akalar boshqacha bo'ladi. O'zimizda jaydari sarxlanganga nisbatan ozgina tonida farqi bo'ladi akalar. Xudo xolasa, Zoirbek aka, buni bo'yi necha beramiz aka? Bo'ylarini 75 pilusga beramiz. 75. So'z isboti bilan bitta o'lchab qo'yamiz. Ixtiyor o'lchab qo'yinglar aka. Masalan mana. Ixtiyoringiz mana, xudo xolasa. 75. 75. Yuzlari ham oq yuzlardan xudo xolasa. Salkam 80 ga yaqin ekan aka bu qo'chqor. 75 pilusga olishaveradi. 75. Uloshida 80 balandlari ham bor shezasiz. 80 balanti ham bor. Gap aka, tavsiya qilaveramiz. Manaqasini boqsangiz, yana chiroyli qilib, akalar nasl bob qilib, o'zingiz zo'rlarni sotasiz, xudo xolasa. Obunachilar tavsiya qilaveramiz. Endi aka, buni eng qizig'i aka aytaymi? Narxida gap aka, bu narxida. Dollarda chiqmaydi, so'mda chiqadi. Hop, necha pul qo'yamiz aka bularni? 52 5 million yo'q. Hop. 49 dan. Necha puldan? 48 dan. 4 million 800 ming so'm. 8 ming so'm. 49 dan degani hijolat qildi. Boshida aka gapirib qo'ydim. Labzingizni olib boshida gapirib qo'ydim. Bozordan arzon sotasiz deb gapirib qo'ydim. Aytibman, 5 million 52, 49 ham yo'q Sherzod. Aha. 48 dan olsin bir joyga, dastavkasi ichida yetib boradi. 4 million 800 ming so'mdan qayergacha dastavkasi aka? Samarqandgacha besplatni. Ha, Samarqandgacha olishadigan bo'lsa, optimga 4 million 800 dan ketaveradi. Ketaveradi. Donalabgacha aka? Donalabga kelishamiz. Holatiga qarab, ha? Holatiga. Mana aka, yuziga e'tibor berasizlar. Oq yuzli. Bilasizlar akalar, arashan qo'yda o'zimizni sariq qo'ylarga nisbatan akalar, kallasi ham katta bo'ladi, quloq joylashuvlari ham boshqacha bo'ladi. Eng qizig'i mana dumbalari ham aka mana oq dumbadan bo'ladi, yorma, yarichkalardan bo'ladi. Xudo xolasa, gazining uzunligi ham, polvonligi ham zo'r bo'ladi, xudo xolasa mana. Oq yuz, oq quloq, dumbalarini ham
razizlar har taraf kelgan qo'shib. Hamma joy tomoni kelgan. Xudo xolasa nasrga boqadiganlar tavsiya qilamiz aka. Endi Zo'rbek aka oz-moz xayriy o'tmasangiz umid aka. Xayr emas, kamini qilib beraman. Necha pul o'tamiz aka? Kamiga. Bismillah. Bir joyga oldin deysa, Sherzodbek 4 million 700 ming so'mdan pul sanashadi. Dastavkasini qilib yetkazib beraman, ichida lichinasini ham qilib beraman. Baragasini bersin akalar. Xudo xolasa ichida lichinasi ham ketadi. Lichinasi ham bo'ladi. Ne gap yo'q. Tavsiya qilaveramiz, xudo xolasa. Mana hurmatli obunachilar, sizlarga nima imkoniyat kerak bo'lsa, hammasini qilib berishyapti. Lokasiya tashlab berishadi. Iloji bo'lsa tepasiga kelib ko'ringlar. Video syomka qilib berishadi akalar. Alohida video syomka qilib berishadi. Dastlabki xizmatlarni qilib berishadi akalar. Xudo xolasa chiroyli qilib boqish qobil xolaslarda. Obunachilar videoda oxirigacha ko'rib turinglar. Shularda yosh varianti ham bor-a. Bundan sal kichikroq variantlari ham bor. Narxi arzon. Arzonlardan chiqarib beramiz akalar. Videoda oxirigacha kuzatib turinglar akalar. Hurmatli obunachilar, sizlarga aytganimizdek, ikkinchi partiyamizga birinchi partiyada chiqargan qo'zlarimizni yosh variantlari akalar. Bir oylik atrofida yoshlardan xudo xolasa. Zoir aka nechta son aka bulardi? 25 ta. 25 dona. Hammasi qo'chqormi aka? Hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor varianti akalar. Xudo xolasa dumboshlari kelishgan oyoq qo'li uzunlardan akalar tavsiya qilamiz. Aka, buni yoshini qancha dedik aka? 5 oylik pirisga olishaveradi. 5 oylik atrofida. 5 oylik atrofida. Mana akalar, xudo xolasa sizlarga tavsiya qilamiz. Buni akalar 70% ni qulog'i butun ekan. Ozgina eni bor ekan xolos qulog'ida. Xudo xolasa tavsiya qilamiz mana shunaqa qo'chqorlarni olib chiroyli qilib boqing, bez rasxod katta bo'ladigan variant akalar. Mana akalar tavsiya qilamiz, xudo xolasa qo'chqorlarimiz sog'lom. Aka, yebichi qanaqa bo'lardi? Yebichlar sinovdan o'tgan. Sinovdan o'tgan-a? Yana sinovlarni qilib beramiz. Yaltirab tulayotib jonivorlar. O'z tulash boshlabdi o'zi. Mana gaz uzunligiga ham tahmid berasizlar kerak, xudo xolasa. Oyoq qo'li polvon, gazi uzun, beli, yelkasi bir xil baravardan so'raganlarga tavsiya qilamiz, xudo xolasa. Zoir aka, buni bo'yi necha beramiz aka? 75 plus minusga olishaveradi. 75 bu ham. 75 plus minusga olishadi. Plus minus 70 dan pasti yo'q. 70 dan pasti, 70 plusga olishsan aka. 70 plusga olishsin. Bonus bo'lsin qo'ygani, xudo xolasa. Lekin akalar sog'lom variantdagi Qirg'izistonda arashalardan so'raganlarga aka to'xtatmay tavsiya qilamiz, xudo xolasa. Aka, bu narxini qancha deymiz endi? Narxini ham qo'ldan kelgancha arzon qilib beramiz. Qo'ldan kelganicha. 4,5 million ham demasdan 4 million 400 ming so'mdan olishadi bir joyga. Bir joyga. Dastavkasi ichida yetib boradi. Buning kami bormi aka 4 million 400 dan? Xayr sunnati bor. Necha pul o'tamiz aka kamiga? Sherzodbek bir joyga yetib qo'ya qolaman. Aha. Bo'lar narxi. Hop. 4 million 300 ming so'mdan olishadi, Samarqandgacha yetib boradi. 4 million 300 ming so'mdan. Hammasi noga odamga. Hammasi noga odamga. Kamini o'tdingiz 100 ming so'm. 100 ming. Xayriga necha pul o'tasiz? Kulmang aka. O'zi bo'lar narxini aytib Yaxshi narx bo'ldi, lekin xayriga o'tmasangiz behijolat hali odamlar ham o'zlariga o'tib beraymi yo sizga o'tib beraymi? Videoda o'ting, o'zlariga o'tmay alaqmaysiz aka. So'rashmaydi, uzoq qolasa. So'ramaydigan qilib. Hop. 20 ming, 30 ming emas, 50 mingni xayriga o'tib beraman. Shunda qanchadan to'g'ri keladi? 4 million 250 ming. 4 million 250 ming. So'rashmaydi, so'rashmaydi. Dastlabkasichi. Samarqandgacha. Samarqandgacha baragasini bersin. 12 ta viloyatga kelishilgan holatda yetkazib beraman. Xudo xolasa aka, tavsiya qilaveramiz, xudo xolasa. Ana sizga imkoniyat akalar 4 million 200 ming so'mdan 5 oylik atrofidagi arashani yana qaydan topsa bo'ladi aka. Bozorda ham aka, xudo xolasa 4 million 500 atrofida sotishyapti. Sizlarga foydasini qo'ymasdan akalar, mana darim narxda qo'yib beryapsiz, xudo xolasa. Dastlabki Samarqandgacha donalabga qanday kelishamiz aka? Kelishilgan holatda o'zlari bilan kelishib olamiz. O'zlariga kelishib olamiz, xudo xolasa. Bitadi Sherzodbek. Unaqa katta pul. Lekin norozilik qilmaysiz. Rozi bo'lib, rozichilikda xudo xolasa o'tib chiroyli qilib berasiz. Baraka, rizochilikda Sherzodbek. Rozi bo'lishsa sotamiz. Gap yo'q. Lekin dona olishadigan bo'lsa akalar, vodiy bo'ylab qilib berasiz. Bitta ikkala vodiy bo'ylab 5 dan oshiq olishsin Toshkentgacha. 10 ta olishsin Samarqandgacha ketaveradi. Gap yo'q. Tavsiya qilaveramiz, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, ekranda qanaqa ko'rinyapti lekin bilmadim, telefon qiling. Chiroyli qilib o'zlariga lokasiya tashlab berishadi, video syomka qilib berishadi, xudo xolasa. Qo'ldan kelganicha akalar sizlarga tushirib berishga harakat qildik. Mana sizga imkoniyat. Xudo xolasa aloqaga chiqasizlar. Bundan keyin qanaqalardan chiqaramiz aka? Bundan keyin 6 dona Hisor qo'chqorim bor. Hisor, tozasidan-a? Tozasi. Ne gap yo'q. Videoda oxirigacha ko'rib turinglar akalar. Bundan ham zo'rlarni chiqarib beramiz aka. Mana hurmatli obunachilar, toza Hisorining elita variantini akalar qo'zilardan, ko'chatlardan so'raganlarga aka mana sizga. Soni 6 donami Zoir aka buni? 6 dona. Yoshlarga qancha aka buni? 7 oylik. 7 oylik atrofida. 7 oylik atrofida. Xudo xolasa akalar,
toza kashtanlardan so'raganlarga aka tavsiya qilamiz, xohlasa oyoq qo'li uzunlaridan tavsiya qilamiz, xohlasa. Gazini uzunligiga ham ahamiyat berasizlar aka. Yo'g'onligi undan bitta tema aka, xudo xolasa. Aka buni ishtahalari qanaqa bo'lardi? İştehalar kombayn. Yeydi ichadi, xudo xolasa. Bir hafta sinovi. Bir hafta sinovida 10 kun ham qilib beraman sinovi. Bir hafta bering aka. Bir hafta Balki- sinovi. O'zi asli 3 kun deyishadi. Qisqa muddat, lekin bir haftaga beraylik, 10 kun desa juda cho'zilib ketadi aka. Asli shariatda barakadan barakagacha Sherzodbek. Aha. Tushunmagan odamlar bor. O'shaning uchun 3 kun bir hafta sinovini beramiz. Ne gap yo'q. Tavsiya qilaveramiz. Eng qiziq aka bular bo'yinda chiqadi. Mana shu polvonni o'lchab ko'raylik aka, mana shu polvonni o'shandan. Ularda bo'yi 75-80. Mana aka, xudo xolasa polvonni yo'g'onligiga ham ahamiyat berasizlar akalar. Chekam 80. Bunisi-chi? Bunisi toza 80. Buni 80 pilis ekan, xudo xolasa. Kelajagi bor narsa aka, xudo xolasa. 75 piliska olishadi. 75 pilisga olishaveradi. Qolgani bonus. Bonus. Narxini qancha deymiz aka? Narxi ham yengil bo'ladi. Nech pul deymiz endi? 5 million so'mdan kamini ham qilib beraman. Nech pul kami? 48 dan qilib beraman. Undan kami yo'q. 47 dan qilib beraman. Oxiri. Bo'ldi bering. 46 dan olsin bir joyga. Bo'lish a? Bo'lish. Kami yo'q undan. Yo'q. So'rashmaydi. Yo'q, so'rashsa foydasi yo'q. So'rashsa foydasi yo'q. 5 million ustida xotirjam ko'taradigan qo'chqor. 4 million 600 ming so'mdan oldi. Baraka asrini bersin. Baraka deyishsin bo'ldi. Baraka Xolasa topishadi. 4 million 600 ming so'mdan aka mana sizga. Zo'rini tanlab oling, xudo xolasa. Donalabga qarab kelishamiz unda. Donalarga plus minusi bor, o'zlari bilan kelishamiz. Filis milisa holatiga qarab kelishamiz. Gap aka mana shu qo'chqorlarni oling, sizga kelajagi mol narsalarni tavsiya qilyapmiz. Ertaga buni ikkishga o'tkazib turib boqadigan bo'lsangiz akalar kamida 110 kilo, 120 kilo yuk qiladi, xudo xolasa. Tavsiya qilaman mana shunaqa qo'chqorlarni boqib, bir maza qilib foyda qiling. Keyingi safar qo'chqor olayotganingizda Zoirbek akamizga o'zi telefon qilib yana aloqa chiqish nasib qilsin, xudo xolasa aka. Bularni kelajagini hozir bundan keyin partiyaga qo'yamiz. Bundan keyingilarga chiqarib boramiz akalar. Videoda oxirigacha ko'rib turinglar akalar, buni kelajaklarini qo'yib beramiz aka. Hurmatli obunachilar, nabiramni to'yiga men bitta yaxshi katta qo'chqorni so'yaman degan obunachilarimiz uchun mana aka sizga zo'ridan xudo xolasa. Zoirbek aka bunaqa qanday top keldingiz aka? Yo uyda boqayotganingiz? Yo'q, bu to'yga deb boqayotgandim. Boqayotganingiz? Boqayotgandim. Nega? Qisqa bo'lmayapti, sotib beraman endi. Qisqa pul sotib berasiz. Qisqa bo'lmayapti, sotib beryapman. Ha, topilib qolsa shi. Qo'y topilaveradi, qisqa Qo'y topilaveradi. Xudo xolasa mana aka. Bo'ylanish chiqadi aka buni? Bo'yi 1 metr. 1 metr qo'yaylik. Mana akalar. 1 metr ekan, xudo xolasa qo'chqorimiz ham yosh qanaqa aka bo'ladi? Yoshi 6 taga o'tgan. Buniki 6 taga o'tgan. 6 taga o'tgan. Buniki-chi? 2 tish. Qolganlari Ikki. hammasi 2 tish. Ha, bu 6 tish, qolgan hammasi 2 tishdan a. Shunday. Lekin aka buni yo'g'onligi ham zo'r ekan, aka oyoq qo'li ham uzun ekan, aka naslga ishlatsa ham bo'lar ekan, xudo xolasa. Lekin aka bu narxini chiroyli qo'yib beramiz-a buni. Narxi yengil bo'ladi. Qancha qo'yamiz? Qog'ozda demaymiz, Aha. so'mda chiqaramiz. O'pshi, qo'yig'i suyug'a. Qo'yig'i, suyug'i hammasini 5 tasini bir joyga oldim degan odamga 55 million so'mga dastavka ishlaydi boradi. 55 millionga. Kam yo'qmi? Bor. Nech pul o'tay aka? Bir Shuni aytgani bo'lmagan, chiroyli tushib beraman o'zlar. Nech pul tushamiz aka? O'zingiz kelishtirib, qilavering aka, Bitta o'ylab. aytaman. Hop, so'ramayman. Bo'pti, qani? So'ramaysiz. 50 million so'mga olishadi. Hammasi 5 tasi. Hammasi 5 tasi. Katta ham ketadi. Katta ham ketadi. Barakasini bersin. Xudo xolasa akalar, aynan qo'chqorda so'yish har bittamizga nasib qilsin akalar, to'y marosimidan uchun xudo xolasa. Donaga qanday olib kelishamiz aka? Donalarga o'zlari bilan kelishamiz. Plusi ham, minusi ham bor. Plusi ham minusi ham bor-a? Bor. Xudo xolasa, mana shu qora kattani o'zigachi? Qora kattani o'ziga o'zlari bilan gaplashamiz. O'zlari bilan aloqa chiqsa kelishiladigan holati bor-a? 400 ming, 500 ming bilan ish bitmaydi lekin. Mana akalar, xudo xolasa tavsiya qilaveramiz, xudo xolasa. Eng qizig'i aka, bu qo'chqorlarimizda yeb ichishlari hali kombayn desa bo'laveradi. Ha, yeb ichmasa shunday bo'ladimi? Ha, bundan keyin ham yeb ichishi to'xtamaydi, xudo xolasa. Bor. Gap aka, videoda oxirigacha ko'rgan obunachilarimizga rahmat, xudo xolasa. Mana qo'chqorlardan har bittamizga nasib qilsin akalar. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Barchangizga chorvangizga xudo barakasini bersin akalar.